Tinchlik va osoyishtalik qaror topgan yurtda farovonlik bo'ladi. Zotan dast bakoru dilbayor degan naqlni o'zlariga shior qilib olgan suhliklar yurt farovonligi yo'lida astoydil harakat qilishmoqda. Bugun tumanda hashar yo'li va saxovatpesha homiylarning ko'magi bilan keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Guzarlar, dam olish maskanlari, ko'chalar obod bo'lmoqda. Ziyoratgohlarda qurilish ta'minlash ishlari olib borilmoqda. Istiqlol mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan mahalla ziyoratgohida amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari mana shunday ezgu amallarning bir namunasidir. Tuman obodonlashtirish boshqarmasi tashabbusi va saxovatpesha homiylar ko'magida mazkur muqaddas qadamjoda yangi shiypon barpo etildi. Mazkur inshoot taqdimotiga bag'ishlangan tadbirda tuman hokimi, tuman sektorlari rahbarlari ishtirok etdilar. Tadbir ishtirokchilariga ziyofat tashkil etildi. Obodongarchilik tashkiloti bilan tashabbus qilib ishni boshlagan edi. 70 million obodongarchilik tashkilotidan pul sarflandi va qolgan 300 milliondan ortiq ketgan mablag' homiylar tomonidan qurib bitkazildi. Tez muddatda 720 kvadrat maydonni egallaydi. Tepasi hammasi temir materiallar bilan qoplangan, hammasi talab darajada. Shunga yaqindan yordam bergan mahalla homiylari hammasiga mahalla nomidan minnatdorchiligimni bildiraman. Aytish lozimki, turar joy, mahalla va ziyoratgohlarni obodonlashtirish bugungi kunning eng muhim masalalaridan biri bo'lib, bu ishlarda fuqarolar ham fidoyilik namunasini ko'rsatmoqda. Mazkur ziyoratgohning obodonchiligiga salkam 300 million so'm mablag' sarflandi va bu xayrli ishlarda Rovon, Istiqlol va Navobod mahallari aholisi bir yoqadan bosh chiqarib mehnat qilishdi. Mazkur tadbirda so'z olgan Suq tumani hokimi Saidbahrom Saidmusayev suhliklar azaldan hashar orqali ulug' ishlarni amalga oshirganini ta'kidladi. Tadbir so'ngida mazkur ziyoratgoh obodligida hissa qo'shgan bir guruh fidoyilarga esdalik va qimmatbaho sovg'alar taqdim etildi.